Assalamu alaykum qadirli savatdaşlar. Farabi 4 dərsxanasına xoş gəldiniz. Bugün hazırki zaman Uyğur dili dərsimizin 24-cü dərsimiz. 24-cü dərsimiz qrammatikinin 3-cü bölümü. Biz bu dərsimizdə qrammatiklik birliklər, sözlərin qrammatiklik qurulması və qoşuntuların imlası qatarlıq məzmunlarını görüb çıxdıq. Dersimizi başlaştığım burun ötken saatlik dersimiz münasebetlik olan tüvendeki iki sualını görüp çıkaylı. Birinci, Uyghur dildeki grammatiklik basitler qaysilar? Bunun cevabı. Uyghur dildeki grammatiklik basitler söz türlügüç qoşumca, yardımcı söz yani tirkelmeler ve bağlıqçılar, söz tertibi, intonasiya ve tekrarlaş qatarlıqlarından ibaret. İkinci sualımız, morfologiyanın tədqiqat obyekti nima? Bunun cevabı morfologiya sözlərin qrammatikалық türləri, yəni söz türkümləri, sözlərin türleniş və yazılış qaydaları, sözlərin hər xil qrammatikалық şəkilləri və şular ifadələyən qrammatikалық mənələr və onların hər xil qatlamlıq münasibətlərini tədqiq qılıdı. Əmdi dərsimiz gəlsək, ən əvvəl qrammatikалық birliklər haqqında toxunub ötümüz. Ondaqda Uyğur dilindəki qrammatikалық birliklər qaysilar degəndə, Uyğur dilindəki qrammatikалық birliklər tövəndiklərdən ibarət. Morfema, söz birikmesi və cümlə qatarlıqlar Uyğur dilindəki qrammatikалық birliklər hesablanıdı. Morfemadan başlap görüb çıxsaq, morfema tildəki ən kiçik başqa mənlik böləklərə ajratqıb olmaydigan məna böləkləri morfema deyə atılır. Məsələn, Uyğur dilindəki işçilarga degan so'zni olsak, buni ishchilarga degan 4 bo'lakka ajratishimiz mumkin. Bu bo'laklarning har biri belgilik ma'noga vakillik qiladi. Bu yerdagi ish belgilik şeyni bildiradi, ya'ni ish degan ma'noni bildirdi. Chi ma'lum bir ish bilan shug'ullanuvchi degan ma'noni bildirdi, ya'ni ish bilan shug'ullanuvchi degan ma'noni bildirdi. Lar bu yerdagi ko'plik qo'shimchasi, ya'ni shu ish bilan shug'ullanuvchilarning ko'pligini bildirdi. Qa bo'lsa ma'lum harakat yoki belgi qartilgan obyektni bildirdi, ya'ni bu yerdagi ismning yo'nalish kelish shaklini bildirdi. Bu ma'nilik bo'laklarni boshqa ma'nilik bo'laklarga ajratib bo'lmaydi. Shunga mush 4 bo'lakning har biri bir morfema bo'ladi. Bu morfemlarning ichidagi ba'zi morfemlar o'z oldiga ayrim turib belgilik ma'no bildiradi. Bundaq morfemlar mustaqil morfema deb ataladi. Yuqoridagi 4 morfemadan, ya'ni ishchilarga degan 4 morfemning ichidan ish degan morfema mustaqil morfemaga kirdi. Chunki bu morfema ayrim turgandimi belgilik bir ma'no bildiradi. Ba'zi morfemlar faqat so'zlarga, ya'ni mustaqil morfemlar qo'shilgandan keyin andin belgilik ma'no bildiradi. Bundaq morfemlar qo'shimcha morfema deyiladi. Yuqoridagi 4 morfemadan chi, lar, qa degan morfemlar qo'shimcha morfemaga kirdi. Buni odatda biz qo'shimcha deb ataymiz. Qo'shimcha morfemlar, ya'ni qo'shimchalar o'zining roliga qarab yana so'z yasovchi morfemlar va so'z turlig'ichi morfemlar degan ikki turga bo'lindi. Undaqda so'z yasovchi morfema degan nima deganimizda bir so'zga qo'shilib yangi bir so'z yasaydigan morfemlar so'z yasovchi morfema deyiladi. Odatda so'z yasovchi qo'shimchami deyiladi. Masalan, Uyg'ur tilida chi degan morfema ish degan so'zga qo'shilsa, ishchi degan yangi bir so'z hosil bo'ladi. Tömür degan so'zga bo'lsa, chi qo'shimchasi qo'shilgandan keyin tömürchi degan yangi bir so'z hosil bo'ladi. Liq degan morfema daraxt degan so'zga qo'shilsa, daraxtliq degan yangi bir so'z hosil bo'ladi. Xo'shal degan so'zga liq qo'shimchasi qo'shilgandan keyin xo'shalliq degan yangi bir so'z hosil bo'ladi. Mana bu yerdagi chi, liq deganga o'xshash morfemlar so'z yozuvchi morfemaga kiradi. Әмді сөз түрлігіч morfemlarni көріп çıksaq, bir sözgə qoşulub, onun leksiklik mənasını özgərtməzdən, onunğa türlük grammatiklik mənələrini qoşulğan morfemlar söz türlügüç morfemlar deb atıldı. Məsələn, Uyğur dildə lar degan morfema işçi degan ism qoşulsa, işçi degan ismning leksiklik mənasını özgərtməzdən, onunğa faqatla köplük mənası qoşuldu. Qa degan morfema işçi degan ism qo'shilsa, ishchiga bo'ladi, ya'ni ishchi degan ismning leksiklik ma'nosini o'zgartmasdan uningga faqatla grammatikalik ma'no qo'shiladi, ya'ni yo'nalish kelish ma'nosini bildiradi. Mana shunga o'xshash lar, g'a degandek morfemalar so'z turligicha morfemalar kirdi. Endi grammatikalik birliklarning ikkinchisini ko'rib chiqsak, ikkinchisi so'z
Söz deganimiz ma'na va tovush jihatda ayrılmaz bir gavda bo'lib shakllangan, ayrim turib bir uqumni ifodalaydigan jumla tuzganda bo'lsa, erkin ishlatishga bo'ladigan eng kichik til birligi so'z deb ataladi. Söz kam deganda bir mustaqil morfemdan tuzilgan bo'ladi. Masalan, Uyg'ur tilidagi odam, ishchi, o'qu, ishlar degan so'zlarni olsak, bular ma'na va tovush jihatdan ayrilmas bir gavda bo'lib ketgan. Bularning har biri ayrim turib belgilik bir uqumni ifodalaydi. Yana bundan boshqa berish kelish, daftar qalam, oddiy sodda, temir yo'l, birlik sap, ko'zoynak, qo'lqop degan so'zlar garchi ikki so'zdan tarkib topgan bo'lsa, lekin bu ikki so'z ma'na va tovush jihatdan allaqachon birlashib, ya'ni qatma so'z bo'lib ketgan va bir gavda bo'lib, bir uqumni ifodalab kelgan. Shunga bularning har biri bir so'z bo'lib hisoblanadi. Söz cho'qim ma'lum ma'noga ega bo'ladi va ma'lum shay'i, xususiyat, xarakter, harakat yoki munosabat qatorliqlarni ifodalaydi. Qisqasi, ya'ni har qanday bir so'zning ma'nosi bo'ladi, ma'nosi yo'q so'z bo'lmaydi. Har qanday so'zda xarakter o'xshamaydigan ikki xil ma'no, ya'ni leksikalik ma'no va grammatikalik ma'no bo'ladi. Endi grammatikalik birliklarning uchinchisini ko'rib chiqsak, uchinchisi so'z birikmasi. Söz birikmesi deganimiz ikki yoki uningdan ortiq mustaqil so'zning ma'lum sintaksik yo'l bilan birikishidan hosil bo'lgan belgilik bir o'y fikr emas, balki so'zga qaraganda biroz murakkabroq bo'lgan bir uqumni bildiradigan til birligi so'z birikmasi deyiladi. Masalan, Uyg'ur tilidagi Tursunning dadisi, shaharga kir, chiroyli yoz, tirishib o'qi degandeklarni olsak, bular ikki so'zning sintakslik yo'l bilan birikishidan hosil bo'lgan hammasi belgilik bir o'y fikr emas, balki so'zga qaraganda murakkabroq bo'lgan bir uqumni bildirdi. Mana bular Uyg'ur tilidagi so'z birikmalari hisoblanadi. So'z birikmalari so'z bilan so'z birikmalarining yoki so'z birikmalari bilan so'z birikmalarining birikishi orqali texmi murakkablashadi. So'z birikmalari murakkablashgan sari ular bildiradigan uqummi murakkablashib bordi. Masalan, yo'ruq va azodi darsxonalar desak, bu söz birikmesi yo'ruq degan so'z bilan azodi darsxonalar degan so'z va so'z birikmasining birikishidan hosil bo'lgan murakkab bir so'z birikmasi. Uyg'ur xalqi yaratgan mo'jizalar desak, bu yerdagi Uyg'ur xalqi yaratgan mo'jizalar, Uyg'ur xalqi yaratgan deganday so'z birikmalarining birikishidan hosil bo'lgan murakkab bir so'z birikmasi. Bundan boshqa 5 yoshlik kichik bola desak, 5 yoshlik va kichik bola degan ikki so'z birikmasining birikishidan tuzilgan bir murakkab so'z birikmasi hosil bo'lgan. Mushunga o'xshash so'z birikmalari so'z bilan so'z birikmalarining yoki so'z birikmalari bilan so'z birikmalarining qo'shilishi orqali texmo murakkablashib boradi. Endi grammatikalik birliklarning to'rtinchisini ko'rib chiqsak, to'rtinchisi jumla. Undaqda jumla degan nima deganimizda, jumla deganimiz so'zlig'ichining belgilik va to'liq oyoqlashgan o'y fikrini bildiradigan til birligi jumla deb ataladi. Jumla odatda ikki yoki undan ortiq so'z yoki so'z birikmalarining birikishidan hosil bo'ladi. Ba'zi hollarda yolg'iz bir so'zmi belgilik bir o'y fikrini ifodalab bir jumla bo'lib kelishi mumkin. Ammo bu so'zlarning belgilik bir o'y fikrini ifodalab jumla bo'lib kelalishi belgilik bir til sharoiti ostida, ya'ni normalda, dialoglarda andın bir cümle bo'lib kelalaydi. Har qanday bir cümlede so'zlig'ichining belgilik bir pozitsiyasini ifodalaydigan bir meyluqum bo'ldi. Ya'ni cümlede jazman muayyan intonatsiya bo'ldi. Ya'ni o'tgan soatim ko'rib chiqqan bayon intonatsiyasi, savol intonatsiyasi va undish intonatsiyasi qatorliq mushtaq intonatsiyalar bo'ladi. Masalan, biz vatanimizni va millatimizni so'yimiz desak, bu yerda so'zlig'ichining ya'ni belgilik bir o'y fikrini ifodalab kelgan va bayon intonatsiyasi bo'yicha kelgan. Endi bugungi yig'inga sizmi qatnashamsiz? Qatnashaman desak, bu bir dialog, ya'ni bu yerdagi bugungi yig'inga sizmi qatnashamsiz degan savol intonatsiyasi va buning javob bo'lib qatnashaman birlam so'z bir jumla bo'lib keladigan. Va deb o'tganimizdek, bir so'zning bir jumla bo'lib kelalishi uchun ma'lum bir dialogning ichida, ya'ni bir til sharoitining ichida bo'lishi kerak. Ikki yoki ikkidan ortiq jumlaning belgilik usulda birikishi orqali texmi murakkab va texmi to'liq o'y fikrini ifodalaydigan qo'shma jumlalar hosil bo'ladi. Odatda bu qo'shma jumlalar jumlalarning birikishidan hosil bo'ladi.
Мәсәлән, шуны aniq әйтә алайманки, әгәр яхшы оқымаган булсам, милләт өчен яхшы хезмәт кыла алмаган булаттым ва анаммы мәндән разы булмаган булатты дигән буш мураккаб җөмлә. 4 адди җөмләнең birikishini tuzilgan bir murakkab jumla. Yani muşlarning hammasini umumlashtirib aytsak, tilda morfema, söz birikmesi va jumladan iborat 4 xil grammatikalik birlik bo'lib, buning ichidagi morfema so'zni hosil qilguvchi omil, söz birikmesini yoki jumlani hosil qilguvchi omil, söz birikmesi bo'lsa, jumlani hosil qilguvchi omil, jumla bo'lsa bir butun o'y fikrni tashkil qiluvchi omil hisoblanadi. Əmdi dərsin başında görüb çıxan qrammatikalik birliklərə əsasən sözlərinin morfologiyalik qurulmasını görüb çıxsaq, sözlərinin morfologiyalik qurulması sözlərinin qaysı morfemlardan tüzülgənligi, bu morfemlar o'rtasidagi birikish münasibəti qatarlıq məzmunlarını öz içine alады. Uyghur tilidagi so'zlarning qurilmasiga asosan yiltiz, ya'ni so'z tomiri, o'zak, qo'shimcha degandek tarkiblarga ayrishib bo'ladi. Buning ichidagi yiltiz so'z tomiri yoki mustaqil morfema. Bundaqda yiltiz degan nima deganda, yiltiz bir so'zda ifodalanadigan leksikalik ma'noning yadrosi hisoblanadi. Bir so'zning tarkibidagi barliq qo'shimchalarni chiqarib aytganda, eshib qolgan qismi yiltiz, ya'ni so'z tomiri bo'ladi. So'zning tarkibidagi barliq qo'shimchalar deganda, so'z yasag'uvchi qo'shimcha va so'z turliguvchi qo'shimchalarning hammasini chiqarib aytgandagi oldin ko'rsatadi. Yiltiz aniq mustaqil ma'noga ega bo'ladi va uni mustaqil holda qo'llanilgan bo'ladi. Masalan, chiroyliqlarni desak, buni morfemlarga ayirib chiqsak, chiroyliqlar ne degandek 4 morfemaga ayrildi. Bu yerdagi chiroy so'zning tomiri hisoblanadi. Liq so'z yasag'uvchi qo'shimcha, lar va ne so'z turliguvchi qo'shimcha hisoblanadi. İşləvatqanlarga desək, işləvatqanlarga degəndək şu morfemlarga ayrıldı. Bu yerdəki söz tomiri iş. Yurttaşlarının desək, yurttaşlarının degəndək 4 morfemlarga ayrıldı və bunun içindəki yurt sözünün yıltısı, daş bolsa söz yasğıcı qoşumça, larның bolsa söz türlügücü qoşumça. Sözün yıldızı sözün asası hesaplandı. O yeni sözlerini yasaşqa asas buludu. Bir yıldızdan yasalgan sözler yıldızay sözler deyildi. Mesela iz degan söz yıldızını alsaq, bunundan izdə, izdemek, izcil, izcillik, izci, izcilik, izbasar degandek muştaq har xil sözler yasaldı və müşədi görüb çıxan sözün tomiri iz bo'lgan sözlərinin hammasi yıldızday sözlər deyildi. Bundan başqa köz desək, köz sözün yıldızı bolsa, köznek, közət, közətçi, közətçilik, közətçi, közetiş, közçi, köznek, közeynek, közeyneklik deganlarning hammasi o'xshashla yıldızday sözlər hesablanadi. Sözlərinin qrammatikal qurulmasından ikincisi qo'shimcha, ya'ni qo'shimcha morfema. Sözlərə qo'shilib har xil grammatikal ma'no va leksikalik ma'nolarni yuklaydigan, mustaqil qo'llanilmaydigan eng kichik grammatikalik birlik qo'shimcha deyiladi. Qo'shimchalar qo'shimcha morfema deyiladi. Uyg'ur tilidagi qo'shimchalar söz yasag'uvchi qo'shimchalar va so'z turliguvchi qo'shimchalar deb ikki turga ayriladi. Ya'ni so'z yasag'uvchi morfema va so'z turliguvchi morfem bilan o'xshash ma'noda yıldızga yoki o'zak qo'shilib yangi leksikalik ma'no oladigan qo'shimchalar so'z yasag'uvchi qo'shimchalar bo'ladi. Masalan, o'quvchi, tog'liq, yotoq, suluq, tuzsiz, kuchkichi desak, mushadagi uchi, liq, oq, luq, siz, kuchi deganlarning hammasi so'z yasag'uvchi qo'shimchalarga kirdi. Әмді сөз түрлігіч qo'shimchalarni ko'rib chiqsaq, yiltizga yoki o'zak qo'shilib, har xil grammatikalik ma'no oladigan qo'shimchalar so'z түрлігіч qo'shimchalar deyiladi. Masalan, qizlar, qizga, qizdin, qizlarning, qizilroq, qizilga, qizilni desak, bu so'zlarning ma'nosi o'zgarmagan, faqat grammatikalik ma'nosi o'zgargan. Va bu yerdagi lar, g'a, din, larning, roq, qa, ne deganlarning hammasi so'z turliguvchi qo'shimchalarga kirdi. So'z yasag'uvchi qo'shimchalar bilan so'z turliguvchi qo'shimchalarning farqi, so'z yasag'uvchi qo'shimchalar yangi leksikalik ma'no shakllantira oladi, ammo so'z turliguvchi qo'shimchalar leksikalik ma'no shakllantirmaydi, balki grammatikalik ma'no shakllantiradi.
Endi sözlerinin grammatikal qurulmasından özekni görüp çıksak, özek deganimizde bir sözün tərkibidagi söz türlügüç qo'shimchalarni chiqarib aytgandan keyin eshib qolgan qismi, ya'ni sözning turlanmagan shakli özek deyiladi. Ya'ni sözning tomiriga so'z yasag'uvchi qo'shimchalar qo'shilgandagi yoki qo'shilmagandagi holatini ko'rsatadi. Sözge hech qandaq so'z yasag'uvchi qo'shimcha qo'shilmagan chog'da o'zak bilan yiltiz teng bo'ladi, ya'ni o'xshash bo'ladi. Uyg'ur tilida morfemlarning birikkish tarkibida tuvandagidek ahvollarni ko'rish mumkin. Uyg'ur tilida morfemlarning birikish tartibida tuvandagidek ahvollarni ko'rish mumkin, ya'ni so'z tarkibida yiltiz, o'zak va qo'shimchalarni ko'rish ahvoli tuvandagidek bo'lishi mumkin. Bu yerdagi jadvalda seni söz, o'ni o'zak, reni söz yiltizi, yeni söz yasag'uvchi morfema va tni söz turlug'uchi morfema desak va yan tarafdagi jadvalda ko'rib chiqqanimizdek 20 xil so'zning qurilma tipi shakllanadi va bu xil qurilma tiplarini keyingi soatlarimizga darslarimizda tafsiliy tushuntirib o'tamiz. Endi dersimizin en ahırkı bölümü qo'shimchalarning imlosiga kelsak, qo'shimchalarning imlosi tuvandikicha bo'ladi. Birinchi, qo'shimchalar tomirga qo'shilib yoziladi. Masalan, bog'vanchilikka desak, bu yerdagi bog' so'zining yiltizi va van chilik degan so'z yasag'uvchi qo'shimcha, ka bo'lsa so'z so'zliguvchi qo'shimcha. Dehqonchilikdan desak, dehqon so'zining yiltizi, chilik bo'lsa so'z yasag'uvchi qo'shimcha va tin so'z so'zliguvchi qo'shimcha. İşçilarga desek iş söz tomiri, çi söz yazgıç qo'shimcha, larga bo'lsa söz türlügüç qo'shimcha. İkinci sözlerge hem söz yazgıç qo'shimcha, hem söz türlügüç qo'shimchalarni qo'shib to'g'ri kelgan vaqtda avval söz yazgıç qo'shimcha qo'shildi, undan keyin söz türlügüç qo'shimchalar qo'shildi. Masalan, gulzorlikning desak, bu yerdagi gul so'zining tomiri, zarlik ikisi söz yazgıç qo'shimcha va eng oxirgi kelgani söz turlug'uchi qo'shimchaning. O'quvchilarga desak, o'qu so'zining tomiri, uchi söz yazgıç qo'shimcha, larga bo'lsa söz turlug'uchi qo'shimcha. To'mirchilikda desak, to'mir so'zining yiltizi, chilik bo'lsa söz yazgıç qo'shimcha va ta bo'lsa söz turlug'uchi qo'shimcha. Ve qo'shimchalarning imlasida Uyg'ur tilida so'z yozg'uchi qo'shimchalarning zo'r ko'pchiligi so'zning oxiriga olindi, ammo oz sondagi ba'zi qo'shimchalar so'zning oldiga qo'shiladi. Masalan, noto'g'ri, notanish, beadab, beguna, bechora, bedniyat, bedqiliq, beayni, beuzur qatorliq mush qo'shimchalar so'zlarning oldiga qo'shilgan, ammo bu qo'shimchalar Uyg'ur tiliga xos bo'lgan qo'shimchalar emas, balki Uyg'ur tiliga chet tillardan kirgan qo'shimchalar. Bugungi darsimizning oxiriga keldik. Darsimizning oxirida bu dars munosabatli bo'lgan tuvandagi ikki savolni sizlarga so'rab o'tamiz. Birinchi, Uyg'ur tilidagi so'zlar qurilmasiga asosan qaysi tarkiblarga ayriladi? Ikkinchi, o'zak degan nima? Bu savollarning javobini YouTube videomizning ostidagi inkas qismiga yoki Instagram hisobimizning DM qismidan uchur yozib avvatsanlar bo'ladi. Undaqda keyingi soatlik darsimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.